Bojxona institutining qayta tayyorlash va malaka oshirish fakultetida xalqaro ekspertlar ishtirokida 4 kunlik milliy o'quv kursi bo'lib o'tdi. Ushbu o'quv kursi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkazildi. Hozir shu haqda. Bojxona institutining qayta tayyorlash va malaka oshirish fakultetida xalqaro ekspertlar ishtirokida 4 kunlik milliy o'quv kursi bo'lib o'tdi. Chegaralarda shubhali xorijiy terrorchi jangchilar va boshqa jinoyatchilarni aniqlash bilan bog'liq transchegaraviy muammolarni bartaraf etish mavzusidagi o'quv kursi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkazildi. Chegara va bojxona xizmati xodimlari uchun tashkil qilingan mazkur seminarda ishtirokchilar mavzu yuzasidan bilim hamda sohaviy tajribalarini yanada boyitishdi. Mashg'ulotlarni Buyuk Britaniya, Belgiya, Shimoliy Makedoniya kelgan xalqaro ekspertlar olib borishdi. Dastur doirasida chegara bojxona postlarida shubhali shaxslarni aniqlash, xavfsizlikka tahdidlar hamda terrorizm bilan bog'liq transchegaraviy jinoyatlarning boshqa turlari, hujjatlar xavfsizligi, xavf ko'rsatkichlarini baholash, inqirozni boshqarish, odam savdosi hamda o'qotar va yengil qurollarning noqonuniy savdosiga qarshi kurashish kabi dolzarb mavzularda sessiyalar va amaliy mashg'ulotlar bo'lib o'tdi. Seminar trening yakunida barcha ishtirokchilarga tantanali ravishda maxsus sertifikatlar va esdalik sovg'alar topshirildi. Mana bugun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining mobil guruhi tomonidan o'tkazilgan seminar trening muvaffaqiyatli yakunlandi. Mazkur trening bojxona hamda chegara xizmati xodimlarining kasbiy salohiyatini yanada yuksaltirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Tadbir doirasida ishtirokchilar jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishi bo'yicha treninglarni mustaqil o'tkazib olish ko'nikmasiga ega bo'ldilar va tegishli sertifikatlar bilan taqdirlanishdi. Ya'ni mazkur seminar ishtirokchilarda hududlarga chiqqan holda mutaxassis trener sifatida milliy treninglarni o'tkaza olish ko'nikmasini shakllantirishga katta hissa qo'shdi deb o'ylayman. Ahamiyatli tomoni shundaki, bu kabi seminarlarni izchillik bilan va tizimli tashkil qilish maqsadida fakultetda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda zamonaviy tarzda va to'liq jihozlangan maxsus o'quv xonasi ham tashkil qilindi. Xona barcha chegara bojxona postlaridagi mavjud video kuzatuv tizimlariga ulanadi. Bu esa amaliy mashg'ulotlarda mazkur tasvirlarni tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, o'zaro hamkorlikda chegarada tahdidlar aniqlangan vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligi yuzasidan o'quv qo'llanma ham tayyorlangan bo'lib, dastlabki bosqichda 100 nusxada o'zbek tilida chop etildi. Seminar yakunida ushbu o'quv qo'llanmalarining taqdimoti ham o'tkazildi.